Assalomu alaykum. Bugungi mavzuda biza eng hamma yaxshi ko'rgan zaharli xodimlar haqida gaplashamiz. Va aynan zaharli xodimlarni biznesga ta'sir qilishi, kompaniyaga ta'sir qilishi o'chirgan olma effekti deyiladi. O'zi siz shu narsa bilan duch kelganmisiz? Bitta zaharli xodim butun jamoani zaharlaganligi haqida. Va o'zi umuman olganda kompaniyada ahamiyat berganmiz shunaqa xodimlar borki, hech qachon xato qilmaydi. Hech qachon hammaga namoyon qilib kompaniyaga nisbatan qarshiligini bildirmaydi. Lekin uni atrofidagi xodimlar sekin-sekin bo'shab ketaveradi yoki samaradorligi tushib ketadi. Va tadqiqotlarga ko'ra, bitta zaharli xodim atrofidagi jamoani samaradorligini 30-40% ga tushirish mumkin ekan. Va bu shunchaki gap emas, bu konkret ilmiy tasdiqlangan fakt. Va aynan shu tadqiqotlarni 2006-yil Bill Phelps degan tadqiqotchi olim o'tkazgan ekan, izlangan ekan shu yo'nalishda va uni izlanishlar natijasida shunaqa narsa ma'lum bo'libdiki, bitta destruktiv xodim jamoadagi a'zo butun jamoani samaradorligini 30-40% ga tushirish mumkin ekan. Va bunda o'sha atrofdagi jamoani malaka darajasi umuman muhim emas ekan. Ya'ni juda malakali xodimlar bo'lishi mumkin ekan, juda aqlli xodimlar bo'lishi mumkin ekan, lekin bittagina shunaqa zahar xodim hammaga ta'sir qilishi mumkin ekan. Va bu narsa juda tez tarqalar ekan. 1 oydan 3 oygacha tezlikda tarqalar ekan. Nima uchun o'zi chirigan olma effekti deyilgan? O'zi ahamiyat bersangiz, bitta paketda soppa-so'q olmalar bo'ladigan bo'lsa, uning ichiga chirigan olma qo'yadigan bo'lsangiz, sekin-sekin qolganlarni ham chiritadi. Men o'zi kursimda ko'pincha olmani emas, pomidorni misol keltiraman, juda tez yiringlab ketadi. Agar buzilgan pomidorni paketga solsangiz, soppa-so'q pomidorlar bilan 2 kun o'tmay yirilib ketadi hammasi. Xuddi shu chirigan olma effekti hisoblanadi. Xuddi shunaqa kompaniyada zaharli xodim boshqalarga ta'sir qilishi mumkin. Va bu narsa eng achinarlisi va xavflisi sizga rahbar sifatida bu narsa ko'rinmasligi ham mumkin. O'zi zaharli xodimlar 3 ta turga bo'linadi. 3 ta turdan birinchisi bu yulduzli xodimlar. Yulduzli xodimlar o'rtoqlar, ya'ni asl yulduzli xodimlar emas, zo'r effekt, zo'r natija qiladigan, malakasi zo'r, juda tez ishni o'rganadigan va o'sadigan xodimlar haqida hozir gapirmayapman. Aynan qo'sh tirnoqdagi yulduzli xodimlar haqida gapiryapman. Va menimcha juda ham ko'pchilik tushundi va agar sizlarda ham shunaqa yulduzli xodimlar bor bo'lgan bo'lsa, izohda обязательно yozib ketinglar. Mana bunaqa bo'lgan, mana bunaqa vaziyat bo'lgan, mana bunaqa asoratlarga olib kelgan. Chunki menga o'ta qiziq. Shunaqa birinchisi yulduz. Natijalar zo'r, lekin ahvoli va o'zini xulqi destruktiv bo'ladi. Ya'ni biladi-ku o'sha xodimlar men sizni eplay olmaydi, biznesi yurmaydi, xohlagan payt keladi, qoidalarni tatbiq qilsangiz ham rioya qilmaydi. Berting unga hamma narsasi. Chunki biladi-da, siz ertaga uni bo'shatib yubora olmaysiz. Zo'r natija qilyapti, o'zi haqida shunaqa o'ylaydi. Va siz shu natijalar uchun yana uni himoya qilib ham yurasiz. Bu himoya qilishingizni tagida juda katta xavf turadi kompaniya uchun. Chunki butun kompaniyangizdagi muhitni bu narsa buzishi mumkin. Bu ikkilamchi standartlarga olib keladi. Agar bunga shu narsa mumkin ekan, qoidalarga rioya qilmaslik mumkin ekan, ertalab kech qolish mumkin ekan, gapga quloq solmaslik, hisobotlarni topshirmaslik mumkin ekan, nima biza qilishimiz kerak deydi. Siz uni himoyalab yuraverasiz. Va u shu orqali hammani zaharlab yuraveradi. Chunki uni misoli boshqalarga ham ta'sir qilaveradi. Keyingisi jabrdiyda jертва deyiladi psixologiyada. Uning uchun hamma aybdor. Unda hech sabab yo'q. U hamma narsani juda ham yaxshi qilyapti, lekin butun hammadan norozi. Muhitdan, rahbardan, jamoadan, stol bilan kompyuterdan, yana nimadirdan norozi bo'lishga juda sabablar ko'p. Vечно недовольный narsa, pessimizm bilan jamoani yuqtiraveradi. Ayniqsa bunaqalar yana g'ayratli xodimlar bo'ladi, bilasizmi? Ichi g'ayratga to'la, tashabbusga to'la, davay qilaman, buzaman deb turgan. Nima deb o'ylaysan? O'xshamaydi, bo'lmaydi u narsa, hech qachon qila olmaysan deb shundoq qo'liga urayotganday bo'ladi-da. Bu narsa ham ichidan muhitni chiritishi mumkin. Uchinchisi, haligi boshida bir aytdim, lumpen xodimlar bor. Sabotajchi xodimlar deyshadi ularni. Bu xodimlar ko'rsatmaydi sizga qarshiligini, kompaniyaga qarshiligini, qanaqadir e'tirozlar borligini namoyon qilmaydi hammaga. Lekin passiv agressiya bo'ladi unda. Постоянный. Lumpenlar sizga hamma aytganingizni qiladi. Bitta urishib qo'ysangiz tez-tez qilishni boshlaydi. Imitatsiya burni деятельности degan gap bor. Xuddi zo'r ishlayotgandek o'zini ko'rsatadi. Yuzingizga hech qachon yomon gapirmaydi, xo'p bo'ladi shef deb yuradi, lekin aslida ortda u ichki qarshiligi juda to'la bo'ladi. Va agar misol uchun yangi xodim keladigan bo'lsa, seni ham nimadir va'dalar berishuvmidi, ya qilishmaydi u narsalarni. Shunaqa narsa kutibsam, men necha yildan beri bu ishlayman, bu narsalarni qilishmaydi. Bo'lmaydi ham sen kutmagin deydi. Aynan shunaqa xodimlar orqa varatdan ig'volar, g'iybatlar chiqazib beradi. Aynan shu insonlardan shu narsalar boshlanadi. Va eng qiyini siz bilolmaysiz ham uzoq payt kimligini bu. Kim qilyapti? Nechinchi safar yangi xodim ketib qolyapti-da, kim buni zaharlayapti tushuna olmayman degan nechta rahbarlarga duch kelganman. Va eng yomoni aynan shunda. Ya'ni u bildirmasdan
jamoangizni chirityapti, a biznes bundan millionlab zarar ko'rayotgan bo'ladi. Birinchisi qanaqa qilib o'zi chiritadi? Aytib o'tganimdek, bu haligi qoidalarga rioya qilmasdan turib normalarni o'zgartirib uradi. Chunki endi chiriganlik effekti aynan nimada namoyon bo'ladi? Shu haqida aytib beraman. Ya'ni 5 ta asosiy omil. Birinchisi bu ichki normalarni o'zgartiradi. Men endi jaydarchasiga qadriyatlarni o'zgartiradi deyman kompaniyada. Chunki agar siz, misol uchun yulduzli xodim bo'ldi, u qoidalarni buzyapti, lekin siz chora ko'rmayapsizmi? Значит, qoidalarni buzish mumkin degan yangi qadriyat paydo bo'ladi. Yangi standart, norma paydo bo'ladi kompaniyada. Va shu orqali butun muhitga ta'sir qilishni boshlaydi. Ikkinchisi bu kuchli xodimlar ketadi. Chunki bu adolatsizlikda. Kimlargadir nisbatan boshqacha munosabatdasiz yoki chiritayotganlarga nisbatan hech kim chora ko'rmayapti, ayniqsa rahbar chora ko'rmayapti va kuchlilar bunaqa muhitda ishlamaydi. Yo atrofida vechna nimadir ming'illab, nimadirdan недовольный bo'lib yurgan odam постоянно asabga tegayotgan bo'ladi. Unga ham kuchli xodimlar chidamaydi. A kuchli xodimlarning har doim tanlovi bor, ular boshqa kompaniyaga ketib qolishi mumkin. Va oxirida siz faqat zaif xodimlar bilan, kuchsiz xodimlar bilan qolasiz. Chunki kuchlilar boshqa kompaniyalarga, to'g'ri muhitli kompaniyalarga ketib borgan bo'ladi. Uchinchisi bu xavfsizlik hissi yo'qoladi. Odamlar sizga g'oyalarni, fikrlarni aytolmayman deb o'ylaydi yoki eshitmaydi baribir deb o'ylaydi bu holatda. Chunki ularni zaharlashgan bo'ladi. Seni baribir eshitmaydi, senga baribir g'oyang bir tengga teng, hech qaysi bir podдержка qilmaydi deb yo'dan lumpen. Agar zaharlagan bo'lsangiz, demak kirmaydi ham, aytmaydi ham ko'p xodimlaringiz. Siz zo'r g'oyalardan chetda qolib ketishingiz mumkin. Keyingi bu o'ta dahshatlisi rahbarga bo'lgan ishonch yo'qoladi. Nimaga? Chunki siz chora ko'rmayapsiz. Chunki siz adolatlilik qilmayapsiz. Yulduzlarni himoya qilib yuribsiz, misol uchun. Qilayotgan harakatlariga nisbatan choralar ko'rmayapsiz. Kuchlilik ketib qolyapti. Bunaqa holatda agar rahbar shu narsaga yo'l qo'yayotgan bo'lsa, demak bu rahbarga ishon bo'lmaydi, ketidan ergash bo'lmaydi deydi. Ishonch sizga yo'qoladi. Значит, siz haqiqiy lider emassiz. Va oxirgisi bu yana bitta dahshatlisi bu mijozlarga ta'sir qilishni boshlaydi. Nega? Chunki ichki agressiyasi bor bo'lgan insonlar, vechni ig'volar, g'iybatlar tuzayotgan insonlar bor bo'lsa jamoangizda, boshqalarni negativ nastroyovat qilayotgan insonlar bor bo'lsa yoki yulduzlar bor bo'lsa-ki, ularga chora ko'rmayapti, men bu yerda konkret mehnat qilyapman-u, u baribir yulduzligicha qolyapti bo'layotgan vaziyatlar bo'lsa, bu xodimlardagi sizda ishlab turgan xodimlarning ichidagi negativ holatda постоянно напряженияda ushlaydi-da. Stressda bo'ladi ular. Bu narsa постоянно mijozlarga to'kilishi mumkin. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz. Mana shunaqa gaplashishadi. Ya'ni kimga chiqarishni bilmaydi, xodimlarga chiqarish olmaydi. Siz baribir chora ko'rmayapsiz, sizga chiqarish olmaydi. Mijozlarga to'kilishni boshlaydi. Bu negativ agressiya. Va siz yana rahbar sifatida yoki biznes egasi sifatida bu narsadan jabr ko'rishni boshlaysiz. Nimaga bu holatda o'zi rahbarlar chidab o'tiradi degan savol bor. Chirigan xodimlar bor. Shunaqa holatga kompaniyani olib kelyapti. Lekin siz halizgacha shunaqa xodimni bo'shatmay chidab o'tiribsiz. Nimani chidavyapsiz? Nimani kutyapsiz degan savol bor. Bu holatda bir nechta variant bor ekan, haligi izlanishlarning natijasida. Birinchisi bu natija qilyapti-ku. Mana sotuvlarni qilib turibdi-ku, oz ketib qolsa nima qilaman deydi. Natija qilib turibdi-ku, mayli chidab turing deydi. Nimaga bunaqa deydi xodim rahbarlar? Chunki ular uni qilayotgan harakatini, asoratini bahololmaydi. U narsani his qilmayotgan bo'ladi. Yoki u narsani his qilayotgan bo'lsa, qanchalik biznesga katta zarar olib kelayotganini tan ololmaydi. Shuning uchun natija qilyapti-ku deb olib o'tiraveradi. Ikkinchisi bu men uni tarbiyalab olaman deb o'ylaydi. O'rtoqlar, bu shunaqa mifki, shunaqa yolg'on fikrki, tarbiyalolmaysiz xodimni. Nimaga siz tarbiyalashingiz kerak degan savol bor. Siz oldingiz shu xodimni, unga oylik to'layapsiz konkret vazifasini bajarish uchun. Shu jamoani bir qismi a'zosi bo'lib ishlashi uchun. Nimaga siz uni tarbiyalashga, uni to'g'rilashga o'zi umuman olganda vaqt ketqizishingiz kerak. Agar u mutlaqo qadriyatlaringizga, kompaniyadagi norma standartlarga teskari ish qilayotgan bo'lsa va kompaniyangizni ichidan chiritayotgan bo'lsa. Keyingisi yana bitta mif, balki men slishkim baland talab qo'yayotgandirman deb o'ylaydi. Bu sizning biznesingiz. Biznesda konkret maqsadlari bor, qilish kerak bo'lgan ishlar bor, buni atrofida yig'ilgan jamoa bor va siz men balkim ortiqcha talabchandirman deb nabarot aksincha ko'ngilchanlik qilgan bo'lasiz. Rahbari va lideri asosiy bir sifatlardan biri bu qat'iylik. Va eng oxirgi yana bitta sabab nimaga bunga chidab yurganligi rahbarlarni, juda ko'p rahbarlar konfliktni yaxshi ko'rmaydi. Nizolardan qochishadi. Nizodan qochish sindromi bor. Juda ko'p rahbarlarda, hozir gapirsam, keyin urush chiqib ketadi, konflikt chiqib ketadi, ustimdan yozib yuboradi yoki anu bo'ladi, yo mamu bo'ladi. Deydi-da, shu urushmaylik, bu urushmaydi, indamay yuraveradi shu xodimlar. Va bu yana kompaniya ichidan chirishni davom etaveradi, o'rtoqlar. Bundan ham dahshatlisi bor, shu ko'ngilchanligi va nizolardan qochishiga mos bo'lgan narsa o'zimiz uchun bahona o'ylab topamiz. Insoniyligimiz, buni oilasi bor-ku, oilasini boqyapti-ku,
yo'q-ku, bu ham bir jamoani qismida deb nimadirlar o'ylab topamizda. O'rtoqlar, bu insoniylik emas, musulmonchilik ham emas. Men juda ko'p treninglarda aytaman, chunki siz bu narsaga yo'l qo'yyapsizmi? Butun jamoani va biznesni udarga qo'yyapsiz va agar sizni biznesingiz rivojlanmaydigan bo'lsa, odamlar ko'chada qolib ketadi, rizqsiz qolib ketadi. Va ular uchun mas'uliyat nima bo'ldi? Ularga nisbatan insoniylik va musulmonchilik nima bo'lgan bo'ladi unda? Tak, o'zi qanaqa aniqlasa bo'ladi degan savol bor. Shuning uchun bir nechta faktorlar haqida aytib ketaman. Birinchisi bu yaxshi xodimlar oldin majlislaringizda misol uchun fikr bildirgan, tashabbus bildirgan, g'oyalar kiritgan xodimlar bo'ladi. Jim bo'lib qolishadi, gapirishmaydi. Chunki baribir eshitmaydi-da, ana unga indamayapti-ku. Вообще shart emas hozir gapirishim deydi. Chunki motivatsiyasi o'l bo'lgan bo'ladi. Ikkinchisi bu ishdan ketishlar, ana zanjirli ravishda bittasi ketdi, ikkinchisi ketdi, uchinchisi orada vaqt bo'lishi mumkin. Lekin o'sha odam atrofidagi odamlar sekin-sekin ketishni boshlaydi. Uchinchisi bu shikoyatlar bo'ladi-ku, boshqa xodimlardan tushayotgan shikoyatlar. Shu bir xil odamni ismi aylanib yurayotgan bo'ladi bu shikoyatlarda. Keyingisi bu bo'limi, o'sha inson ishlayotgan bo'limi samaradorligi sekin-sekin pasayayotgan bo'ladi. Samaradorligi pasayayotgani ham vроде hamma ishlayapti, lekin natija yo'q bo'ladi. Shunaqa holat bo'ladi. O'shaning uchun siz sezgir bo'lishingiz kerak. Men uchratgan, prям mening tajribamda yana bitta uchragan zo'r holat bu o'sha bo'limda ishlaydigan xodimlar meni boshqa bo'limga o'tkazing deyshadi. Men bo'limda ishlagim kelyapti yoki men bu narsa bilan ular aytishmaydi, men bu odam bilan ishlamayapman demaydi. Bu yana bizning o'zbekchiligimiz, ko'p holatda andishaligimiz, yana nimadirlar. Ular aytishmaydi, bu odam shunaqa ta'sir qilyapti menga, u bilan ishlamayapman deyishmaydi. Ular aytishadiki, boshqa narsa bilan shug'ullangim kelyapti, boshqa bo'limga o'tkazing, boshqa vazifalarni bitta qilib ko'ring, o'zimni ko'rmoqchiman degan bahonalar chiqadi. Shu narsalarni ko'rayotgan bo'lsangiz, обязательно ahamiyat berishingiz kerak. Siz bunaqa xodimni aniqlaganingizdan keyin, agar shubhalaringiz bo'lsa, siz shunaqa xayolga kelishingiz kerak-da. Agar men shu xodim bo'shatsam, men yengillik his qilamanmi yo qiyinchilikmi degan. Va odatda har doim to'g'ri javob keladi. Siz yengillik his qilasiz. Va shu javob o'sha ichingizda bo'lgan bo'ladi. Eng muhimi, aynan shu daqiqada, shu holatda siz qaror qabul qilishingiz kerakligi va chora ko'rishingiz kerakligi. Ya'ni ochiq gaplashib, yo'q degan joyi yo'q, ikkinchi varianti yo'q. Xodimlar xayrlashishingiz kerak. Chunki zaharli xodimlarni o'zi to'g'rilab bo'lmaydi. Demak, qaror qabul qilayotganingizda nima esingizda turishi kerak? Birinchidan, aytib o'tganimdek, siz faqat bitta inson uchun, bitta shu xodim uchun mas'ul emassiz, butun jamoa uchun mas'ulsiz. Shuning uchun qaroringiz qat'iy bo'lishi kerak. Bir kishini saqlab qolish uchun qolganlarni qurbonlikka keltirishingiz noto'g'ri. Ikkinchisi, chirigan olma effekti bu shunchaki metafora emas, bu aniq isbotlangan fakt. Va uchinchisi, bu eng qiyini. Siz qaror qabul qilishingiz va chora ko'rishingiz va shubhalanmasligingiz shu payt. Sizda shunaqa holatlar bo'lganmi? Va siz shu zaharli xodimlar bilan nima qilgansiz? Yoki hozir shunaqa holatingiz bormi va qanaqa insight oldingiz bu videodan? Shu fikrlaringiz bilan izohlarda bo'lishing. Keyingi videolarda ko'rishguncha.